Mana nima uchun farzandingizni bilib-bilmay koyimang. Bu nogiron yigit 25 yoshida olamdan o'tdi va uning ota-onasiga eng og'ir botgan narsa bu uning bironta ham do'stlari bo'lmagani edi. Matt Steinning mushaklari o'ta zaif bo'lgani uchun harakatlanishning imkoni yo'q edi va u kunini yerto'lada video o'yinlar o'ynash bilan o'tkazar edi. Ota-onasi unga u vaqtini behuda sarflayotgani va u ko'chaga chiqib chinakam do'stlar orttirish kerakligini aytgan, biroq Matt ularga quloq solmagan. Mattning o'limidan so'ng otasi uning internetdagi blogiga vidolashuv yozib qoldirgan. U bironta ham xabar kelishiga umid qilmagan edi, biroq darrov yuzlab odamlardan xabar kelishni boshlagan. Ma'lum bo'lishicha, ularning o'g'li World of Warcraft o'yinida juda ham hurmati baland o'yinchilardan biri bo'lgan. Uning internetda yuzlab do'stlari va hattoki sevgan qizi ham bo'lgan. O'yinchilar ota-onasiga ularning farzandi juda ham zo'r yigit, hurmati baland o'yinchi bo'lganini aytishgan va hattoki o'nlab o'yinchilar uning dafn marosimiga o'zga yurtlardan kelishgan. Shu on ota-onasi yig'lab yuborgan, negaki Matt ularga ular nohaq bo'lganini va video o'yinlar unga chinakam do'st va hayot mazmuni olib kelganini